Men bekordan bekorga Wi-Fi ustasiga obuna bo'lib qo'yinglar demayman. Wi-Fi ustasi o'zini lafzi bilan, Maxcom o'zining mijozlarini xursand qilish bilan va tovarlarni olib kelib berish bilan hech qachon vaqtida adashmagan bo'ladi. Hamma tovarimiz ket bo'lgan, email video qilib qo'yinglar. Yakshanba kunga yana keladi. Yakshanba kun kelishiga oldindan yozilib qo'ysanglar bo'ladi. Mana payshanba kunga olib keldik va mijozlarimizga hammasini topshirib yuboramiz bugun. Hurmatli mijozlar, yana bir kompakt seriyamizni berib oldik mijozimizga. Oldindan bron qilib qo'ygandilar. Mana yana bir mijozimizga ikkita Pro olyaptilar. 3 ta Pro'dagi 2 ta kompakt olyaptilar. Xo'p, o'zimizning kuryer ham 6 ta olib chiqib ketyapti Pro seriyada. Yana bir oxirgi mi kompaktlarimiz birinchi bo'lib biz olib keldik, bilasizlar. Oxirgilardan bo'lib ketyapti. Xudo xolasa yana yakshanba keladi. Millenniumdan chiqarib yuboramiz. Yana bir oxirgilardan ketdi. Ikkita qoldi, o'zining mijozlari bor albatta. Eng oxirgi kompakt versiyamiz ketdi va shu bilan tugadi. Xudo xolasa yakshanbaga bo'lib qolishi mumkin deyishyapti. Aloqada bo'lib turasizlar, kompakt seriyalarimiz tugadi.